Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızın 63-cü sanını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmənlərimiz, həmənlər məlum bolğandak proqram başlanğandan başlayan gündən bu yana ta hazırgacha hər bir bölümdə asaslıq qılıb, məxsus bir tema tutub, hər bir müsəlmanın çoxum dinində roşan düşünüşü gərək bolğan məsələni bir halətdə qolumuzdan gəlgəncə düşündürüb gediyotimiz. Programımızın aziz mehmini, daimlik mehmini, əməllah tanışıb bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi əzası, şundaqla Dünya Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qılıb keliyotimiz. Bugün mu qiymatli vaxtını çıxarıb qəbul qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etimiz. Rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görmənlərimiz proqramımız naq meydandan təxit otudu. YouTube, Facebook arqalıq, ekran aldı çıxdırıyotqan nömrələr arqalıq proqramımızğa əlaqədar fikir təklif bolsa berişanlarını ümid qılmız. Şundaqla köplügən qayrindaşlarımızdan faydalanış üçün bu qimmatlik məlumatlardan, bilimlərdən faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna unutmaslıqlarını ümid qılmız. Meyli hazır naq meydandan görüyotqanlar bolsun, yoki bundan keyin ko'rgan qayrindaşlarımız üçün bolsun, bu çağırığımız ulağa həm mənsub. Əmdi çünki biz qançalan qətim əskertib keliyotimiz. Dünyada nurg'unlagan yaxshi ish, bu dunyo hayotimiz, yaxshilik qilib olish fursati, yaxshiliklarni qancha ko'p qilib olsak, oxiratligimiz uchun Allohning oldiga borganda mezon tarozimizda bizning amallarimizni, darajamizni yuksaltiradigan, yuqori ko'taradigan natijalarga erishimiz hamda buning bilan uchrashimiz. Mushundaq odatdagi qaralgan bir barmoqimizning uchi bilan shu bir qarindoshlarimizga, boshqa qarindoshlarga ham bəhərləb yollab qo'yish, tavsiya qilish, bularning hammasi o'zimiz uqmagan shaklda biz %10% tushungan bo'lsak, %20% tushungan bo'lsak bir anglab, siz yollagan boshqa birisi 50% tushunishi mumkin. Degandek boshqalarning sizmi uqmasdan nurg'unlagan yaxshi ishlarni qilishiga vasila bo'lib qolamiz. Buning bilan o'zimizmi uqmagan shaklda qiyomat kuni amal daftarlarimizda nurg'unlagan yaxshiliklarni ko'ra olamiz. Bugun fan texnikaning bundaq bir sharoitni burun masalanga atoyitin vaqt o'rlashtirib, so'rin tuzab, shu yerlarga berib, vaqtingizni sarf qilib, aşağı berib da'vat qilish ishlari elib berilgan bo'lsa, bugun uyingizda o'tirib, ham o'zingiz foydalanish bilan birga siz yo'llab qo'ygan ham bəhərləgan qarindoshlarınız foydalanib qolsa, bu siz bilmagan shaklda qiyomat kuni daftaringizni oldingizga chiqadigan bir natijalardi. Har qatim e'lon berib kelganimizdek biz albatta oxirgi bir qancha sonlarimizda mayli shu siyosiy jihatda albatta biz cho'ng bir dushmanga taqobil turayotgan, qarshi turayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan mayli xalq sifatimizda bo'lsin yoki rahbarlik qatlamidagi bu millatning yo'lboshchilari sifatidagi o'rinda turayotgan kishilarimiz bo'lsin, har birisining qilishga tegishli ishlarini so'zlab kelyapmiz. Islomning nuri ostida, Qur'on sunnatning nuri ostida bugun butun e'lonimizda bergandek moslashib harakat qilish usullari haqida to'xtalamiz. Bu albatta cho'ng bir dushmanga taqobil turish uchun bizdek bir millatningki dunyoning har qaysi joylaridagi erkin dunyoda xizmat qilayotgan kishilarimizningki moslashgan vaqtida qanday bir natijalarni qo'lga keltirgili bo'lganligi, aksicha bo'lgan vaqtda qanday ziyonlarni tortganligimizni eskartish uchun qilingan bir dars. Ustoz, boshlab ketgan bo'lsak, hamda shu esaq dardimiz ko'p, realligimizni qarasak albatta nurg'unlagan kamchiliklarimiz, nuqsonlarimiz nihoyatda ko'p so'zlab tugatib bo'lmaydigan darajada. Biz oldi bilan bu temaga moslashib harakat qilish usullariga kirishdan burun nima uchun shunday ayib nuqsonni biz davomli boshqalardan ko'ramiz, o'zimizdan ko'rmaymiz? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua selamlar olsun. Maqal temsil karakterlik bir sözde her qanda bir qiyinchilikning hal qilish chorasi shu qiyinchilikning ichi tepiladi deydigan bir gap. Biz qiyinchilikdan qutulmoqchi bo'lib qolsak, shu qiyinchilikni paydo qilayotgan sabablardan qutulish lozim bo'ldi. Hem de ictimai ve siyasi hayatımız qaraydigan bo'lsak,
bir qism qarindoshlarning ba'zi bir qiyinchiliklarni hal qilishga tutayotgan pozitsiyasi shu qiyinchilikni hal qilishga markazlashishdan bakrak bir-biriga hujum qilish, bir-birining illatlarini bozorga solish orqali Xitoyni xo'sh qilish, o'zining ulug' qaltis odam ekanligini ifodalayman deb boshqalarning e'tiborini tushirib o'tish yoki yiqitishga urinishga o'xshash axloqimizga uyg'un kelmaydigan nachar vositalarga tayinish shakllanmoqda. Yoki tayinish ahvollari yuz bermoqda. Ba'zilar tutgan pozitsiyasi Xitoyga tutgan pozitsiyasidan og'ir bo'lmoqda. Ba'zilarning o'z qarindoshlariga tutayotgan o'chmanligi adovati Xitoyga tutilgan o'chmanlikdan og'ir bo'lmoqda. Chunki o qarindoshlarning 24 soat ichida yoki bir hafta ichida dushmanga qanchalik faoliyat qildi yoki dushman haqida qanchalik izlandi, ammo qarindoshlarini muloqot qilish yoki uning uzun to'gachi qanchalik uringanlik qarasidan bu masalani oydinlashtirib olgan bo'ladi. Yana ba'zilarda qiyinchilikni hal qilishga markazlashishdan bakrak bir-biriga qarshi uchun guruhlashish kesili yuz bermoqda. Aslida bu yerdagi masala qiyinchiligimizni hal qilish uchun guruhlansak, jamoatlashsak, birlashsak, hamkorlashsak to'g'ri bo'ladi. Ammo afsuski bu yerdagi guruhlashish masalani hal qilish emas, ma'lum bir taraflarga qarshi turish yoki uni e'tiborini tushirish uchun bo'lmoqda. Yana ba'zi qarindoshlarning xuddi ishi yo'qdek, o'tdagan qo'pqan yerda boshqa tashkilotlarning gapini qilib, millatni avor qilgan bunday illatlarmi yuz beryapti. Hatta ba'zi to'planti deb qaralgan to'plantilarning videolarini tekshirish nazari bilan tahlil qilgan vaqtimizda dushman haqida to'xtalgan gap so'zlardan bakrak qarindosh tashkilotlarni illatlari haqida yoki ularning salbiy taraflari haqida to'xtalish ahvollari ig'ir bo'lmoqda. Xo'sh. Bir qism qarindoshlarning yoki ba'zilarning o'zlarining ayb nuqsonlarini unutib qolib, xuddi o'zlari birdan-bir sirotal mustaqim to'g'ri yo'ldagi o'xshash, o'zining ayb nuqsonlarini ko'rmay, ayb nuqsonlarini hammasini boshqalarda ko'rishi. Navoda faoliyatlari bozor topolmay qolsa yoki oqmay qolib qolsa, buning sababini o'zidan izlanmay, fikrlardan izlanmay, tutgan yo'llardan izlanmay, boshqalardan ko'rishi. Biror fikrga raddiya berish to'g'ri kelib qolsa, bunaqa ilmiy shaklda javob bermay yoki ilmiy shaklda tanqid qilmay yoki ilmiy shaklda raddiya bermay, qo'pol usuli bilan, dushmanlarcha xarakteri bilan javob qaytarish yoki raddiya berishga o'xshash bu qiliqlarning sababi qarasak, shariatning ko'rsatmasidan chetlaganlikdan va axloqimizningki buzilayotganlikdan darak bermoqda. Shundan ba'zi bir qarindoshlar borki, bularning ommaviy so'rinlarda deydigan gap ko'pincha men qildim. Men uni qildim, men buni qildim. Men bu tashkilotni qurdim, o tashkilotni qurib etdim yoki manchilik tashkilotining a'zosi bo'ldim yoki manchilik tashkilotining asosini qurib bergandim. Deydigan gap shu. Biz degan yerga chiqolmaydi. Hamkorlashning ochiq shu bo'lgan, biz degan yerga menmi kuch qatgan, boshqalarni kuch qatgan deb bu yerga kelinmaydi. Bu qarindoshlarning demoqchi o'g'ini bu yerda o'zini alohida ish qilgan qilib ko'rsatib, boshqalarni ish qilmagandek holat keltirib, o'zini bozorga solish. Bu xil shuhratparastlikdan iborat bir illat yoki nachar bir illat jamiyatimizda, ijtimoiy hayotimizda, siyosiy hayotimizda mavjud. Günümüzdeki bazı qilmishlarimiz qoidalardan chetlab ketmoqda. Boshqalarga berilayotgan baholar o'lchamsiz bo'lmoqda. Chunki boshqalarga berilayotgan baho maymoq tarozi bilan berilgan bo'lg'ashqa, tangpon bo'lmagan tarozi bilan berilgan bo'lg'ashqa,
baha to'g'ri chiqmayotdi. Neticede başkalarının ko'nglini ranjitish, başkalar bilan bo'lgan munosabatning uzilishiga sabab bo'lish, neticede chiqisholmaslik yoki hamkorlasholmaslikka yo'l ochmoqda. Xo'sh. Aslida insof qilaman bo'lsak, ayib nuqsonning hammamizni boshqalardan ko'rmay, o'zimizni ozg'il ko'rsak bo'ldi. O'zimizni bir tekshirib baksak bo'ldi. Qarindoshlarimizni bir qalbimizni bir pok tutsak, ahlakımız bilan, güzel ahlakımız bilan muamele qilsak, bir tilimiz en xatarlik bir amil bo'lgan ki, qarindoshlarimiz kelgan chog'da bir igi bo'lsa, siyosiy bo'lishga ilgari bir musulmonligimizga yarasha bir ish faoliyat qilgan bo'lsak, eng to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ammo afsuski biz ayb nuqsonni o'zimizni bakrak ko'rishdan bakrak qarindoshlarimiz ko'ryapmiz. Bunun sebebi dinimizden ta'limotlardan chetnaganlik, ahlakımızdaki buzilayotganligininki alomati iborat. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan muhim bir nuqta bilan kirish qildingiz. Endi biz albatta normalda har qanday bir insonning har qanday bir ishni qilishdan burun mayli tijorat bo'lsin yoki bir xalqning o'ttirisida bir ma'lum bir mavqega erishish, yuz obro'y, xalqning ishonchisiga bo'lib, bunga erishish uchun davomli uningki samimiy, omonatdor, axloqli bo'lish intayin muhim. Biz ilgirki sonlarimizda ancha-muncha to'xtalib o'tgan bo'ldik bu temani. Mushu bo'libmi bu millatga rahbarlik qilayotganlarningki siyosatga kirishdan burun o'rganishi kerak bo'lgan axloq o'rganishi kerak, axloqli bo'lish kerak. Bu darajada bu jihatda yetishishi kerak deganlarni to'xtalgan tuxamda. Shuni biroz aytsak, nima uchun shu siyosatdan burun axloq o'rganish kerak? Hazrat Ömer sizlar adab axloq o'rganinglar, ondan ilm ma'rifat o'rganinglar degan ekan. Bundan boshqa bir qanchadan olimlarning bu turda so'zlar hali ko'p topiladi. Balkim ularniki demoqchi bo'lgani adab axloqdan xoli bo'lgan ilm ma'rifatninki keltiradigan ziyni foydasidan ko'p demoqchi bo'lsa kerak. Xo'sh. Amaliyotda musulmonlar axloqni ta'lim tarbiya sohasidan yoki ilm ma'rifat sohasini yiroqlashtirgan vaqtida yoki axloqni ta'lim tarbiyadan ayirayotgan kundan boshlablar xafalikqa duch kelishga boshlagan. Nima uchun degan vaqtida ilm ma'rifat so'rundan yoki ta'lim tarbiya sohasidan axloq yiroqlashgan vaqtida foydasiz talash tortishlar, ahamiyatsiz talash tortishlar, hasadxo'rlik deymiz, ko'ranmaslik deymiz va boshqa har turli nachar illatlar shakllanishga boshlaydi. Qaraydigan bo'lsak, dinimizda ilm ma'rifat bilan axloq bir-biridan ayrilmaydi. Her ikkalasi teng o'qitiladi. Ilm ma'rifat bilan axloq teng o'qitiladi. Chunki Qur'oni Karim payg'ambarlarningki bu dunyoga payg'ambar bo'lib avatilishidagi asosli hikmatlarning birisini adab axloq o'rgatishdi. Ularni inson qilishdi. Ularni adam qilishdi. Ularning qalbini tozalash, ularning qalbini yoritish deb sifatlagan. Masalan oyat karimda va yuallimuhumul kitaba val hikma va yuzakkihim. Payg'ambarlar o'zlariga Alloh tarafdan berilgan kitobni insonlarga o'rgatadi, yetkazadi. Va o'zlari aytgan shariatning ruhini insonlarga ta'lim beradi. Faqat o'rgatib qo'yish bilan ularning vazifasi tugmaydi va yuzakkihim ularni adam qiladi. Ularga adab axloq tarbiyasini berdi. Ularga qalbini pok tutishga iborat bu tarbiyani berdi. Yani bir ayet ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitab vel hikmet. İlim ma'rifat o'rganish. Yani kitapni ular o'qitish ilgari ularni adam qiladi dedi. Ularga axloq o'rgatadi dedi. Demek Kur'an o'qitishda ilgari payg'ambarning vazifalarini adam qiladi dedi. Yuzakkihim qalbini tozalaydi, ilm ma'rifat o'rganish ilgari ularga axloq o'rgatadi dedi. Bu payg'ambarning vazifasi. Unda o'g'ancha biz payg'ambarning yo'lini tutadigan insonlar bo'lishimiz bilan musulmon bo'lish e'tiborimiz bilan ilm ma'rifat sohadimi axloqdan ayrilsak bo'lmaydi. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan siyosat qilgan vaqtimi musulmonlik axloqimizdan ayrilsak bo'lmaydi.
Çünkü bu bizning mas'uliyatimiz, bizning majburiyatimiz. Çünkü ilim ma'rifat axloq bilan yoki axloq tarbiyasi bilan birga elib berilmagan vaqtida so'z bilan ish harakatninki birdek bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Axloq bo'lmagandan keyin yolg'on gap qilishi mumkin, ziyonliq tarafga ishiltishi mumkin. Bugun uning misollari ko'p, texnik ta'siri mumkin. Biz millatning duch kelishida bu axloqninki chetlaganlikdan, hatto olmadan tat, yalbisidan tat bir millatning ziyon tortishi qanchalik his qo'shganligi reallik chiqib turibdi. Xo'sh. İlim ma'rifat axloqda ayrilgan vaqtida o'rinsiz talash tortishlar, qimmati yo'q talash tortishlar avıydı. İnsafdan chetna sababdan guruhlarga bo'linish ahvollari avıydı. Millat xarakterli cho'ng prinsipni tutib menishning o'rniga pach-parat tani yo'q ishlar bilan mashg'ul bo'lish ahvollari ko'paydi. Xo'sh. Her qanday vaqtda ilm ma'rifat bilan qalbini tozalash aqidasi birlikda elib berilamiz. Biz bu yana qalbini tozalash aqidasi. Demak, qalbini tozalash musulmonga nisbatan bir e'tiqod masalasi, aqida masalasi. Chunki islom dini musulmonni sirtqi jihatdan va qalbiy jihatdan, ruhiy, ma'naviy jihatdan sog'lom bir inson bo'lishini buyuradi. Shariatning maqsadlarining birisi shu. Payg'ambarning alohida qilgan vazifasining birisi tazkiyadir, qalbini poklashdir. Shu bu bizga nisbatan aqida masalasi. Kalbimizden kasallardan qutulish bu iman meselesi bizga. Şuna ilim ma'rifati bilan qalbini poklash yoki adab, axloq, tarbiyasi bilgi elib berilmagan vaqtida yana nima ishlar yuz berdi bo'lsa, boshqalarga umumlashtirib hukm chiqarilgan ahvol yuz berdi. Bu illat navada bir guruh kishilarda yoki bir jamiyatda yoki bir tashkilot bir xatolashgan bo'lsa, xatolikni shuning o'zi qaratmasdan tashkilotni bir butun supurib tashlab o'tadi. Bir xatolashgan bo'lsa, hammasini tang ayiblaydigan bu xil nachar illat umumlashib hukm chiqarish, mana bu adab, axloq tarbiyasining yoki qalbini poklash aqidasidagi ilm ma'rifatdan billa elib berilmaganligidan kelib chiqyapti. Yoki bo'lmagan bo'lsa, bu qalbini poklash, ilm ma'rifat bilan qalbini poklash, adab, axloqdan billa elib berilmasa, takabburlik qiladigan, hasadxo'rlik qiladigan, masalalarga har taraflama qaramay, bir taraflama qarablan, mening deganim rost deb fikriy jihatdan mustabid qiladigan bunday illatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Bu illatlarga qarasak, nimaga sabab bo'ldi bo'lsa, ishga to'qinishga va o'rinsiz talashlar sabab bo'lib, millatni asosiy nishonidan yiroqlashtirdi. Endi bizning siyosiy prinsiplarimiz birdek bo'lsa, eng muhim nuqtamiz shu. Hozirgacha ishga oshirolmayotgan yoki ishga oshmayotgan siyosiy prinsipimiz yoki siyosiy xaritamiz birdek bo'lsa, endi uningdan boshqa siyosiy prinsip taqashmaydigan siyosiy ko'z qarashlarimiz, siyosiy tasavvurlarimiz, vositalarimiz, tashkilotlarimiz va tutib borgan yo'llarimiz har xil bo'lsa, turli bo'lsa bo'laveradi. Bundan mas'ul yo'q. En muhimi bu tashkilotlarni, jamiyatlarni ya guruhlarni bu yerda tutib turadigan bir ana organ, ana ideya, siyosiy prinsip kontrolligi bo'lsa, bu yer tashkilotning necha bo'lishi, metodning necha bo'lishi, vositaning necha bo'lishi u muhim masala emas. Prinsip bir bo'lsa, tashkilot necha bo'lsin dedik. Lekin tashkilot har xil bo'lgan vaqtidami prinsipni asos qilib mangadigan bo'lg'achqa birlikni buzib o'tadigan, kuchni xo'rtib o'tadigan, kuchni parchalab o'tadigan yoki millatni umidsizlantiradigan yoki asli nishonga to'salg'u paydo qiladigan yoki shaxsiy manfaatni yoki jamiyatning manfaatini, millatning manfaatini oldiga qo'yib olgan bu xil illatlardan saqlanish lozim. Mana buni siyosatda ilgari o'rganish tegishlik axloqli. Müslümanlık ahlakı, vatanperverlik ahlakı. Eğer biz birbirimizge kalbimizni, tilimizni, kalimimizni, kolimizni pak tutalısak, en xatarlik amillar kalbimiz. Çünkü kalbimiz mutakabbirlik kelib chiqadi, azatxo'rlik kelib chiqadi, o'chmanlik kelib chiqadi, yomon gumon qilishdan kasalning manbasidan birisi. Ma tilimiz bizni ya cennetga başlaydigan ya do'zaxga başlaydigan en xatarlik amillardan birisi.
Ma qo'limiz ya boshqalar ziyonkashlik qiladigan ya ziyonkashlik qilmaydigan. Ma qalbimiz shuning qatoriga emas. Ya biz sizning e'tiborni oshiramiz, yoki biz sizning e'tiborni tushiramiz. Agar biz mush masalalarda pak bo'ladisak, ya'ni qalbimizni, tilimizni, qo'limizni, qalbimizni pak tutadisak, shu vaqtda Alloh taolo qalbimizni nurlantirib, aqlimizni yo'rtib, qarindoshlik, hamkorlik ishida moslashib harakat qilishga nisb qilishi mumkin. Xo'sh, xo'sh. Agar biz qalbimizni poklayolmasak, tilimizni poklayolmasak, qo'limizni poklayolmasak, qo'sqimizni poklayolmasak deydi va qalbimizni poklayolmasak, Alloh taolaning qalbimizni nurlantirishi kerak. Chunki biz sababini qilmadik. Aqlimizni yo'rtib, yo'l xaritasi taqimni rivojlantirishimiz u kerak. Buning natijasi hamkorlik, qarindoshlik, birlik degan u gaplar so'zi ish taqim kerak. Şuna bir yerde bu hemkarlık olsun, birlik olsun, qarindoshlik olsun deydiganmiz, dastlab bunun en muhim amili olan illetli o'qitilish lazım. Bunun en asas amili olan qalbni paklash, tilimizni paklash, qalbimizni paklash, qo'limizni paklash iborat. Bu ishga ahamiyat bersak, aninkanda Alloh taolo o'z marhamati bilan bizga rahim qilib, ittifoqlik, inoqlik serishi mumkin. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan Rabbim her birimizni bu milletning her bir a'zosini Allohning nazargohi bo'lgan qalblarimizni poklashga, jumladan bu millatga yetakchilik qilayotgan rahbarlarning, butun dunyodagi tashkilot ustidagilarning shundoq qalblarimizni poklab berib, amallarimizni, axloqimizni go'zallashtirib berishga nasib qilsin. Haqiqatan Rabbim o'tgan soatdagi darsimizda dedi qani, ixtiloflashish, puruq jedal setish, shundoq ishlarning hammasi oxirida Rabbim fatafshalu va tazhaba rihukum. Agar shunday qilib qolsanglar yuqoridagi shu Alloh cheklagan shu ishlarni mag'lub bo'lasizlar, butun yuz obro'yinglar, hatto rihukum davlatinglar qo'linglardan ketib qoldi deb tafsirlaydigan ulamolar tavasini. Haqiqatan katta shunday qilganligimiz uchun bu ochiq realligimizga bu realligimizni ibrat edishni Rabbim nasib qilg'ay. Hamda temamizningki bosh unvoni bo'lgan har birimizga o'rnak edishimiz kerak bo'lgan moslashib harakat qilish usullari haqida bir qancha, albatta vaqtimiz uzun emas, qisqa bo'lsa-mu biroz usullardan bir qancha so'zlasak. Bu moslashib hamkorlik, moslashib yoki hamkorlashib faoliyat olib berish ya harakat qilish usullari haqida ilgari ko'p to'xtaldik. Buning davom sifatida bir qancha masala haqida to'xtalamiz. Birinchisi prinsipni asos qilib harakat qilish. Qaysi tashkilot bo'lsin, qanday jamiyat bo'lsin yoki nima bilan atalsin, prinsipni asos qilib harakat qilish va hamkorlikning asosi. Bizni bog'lab turadigan binasi bo'lishi lozim. Bizni kontrol qiladigan, bizga yo'l ko'rsatadigan bir ko'rsatkich bo'lishi lozim. Buni prinsip deb ataymiz. Buni o'tgan hafta to'xtaldik. Endi islom prinsiplaridan va siyosiy ideya yoki siyosiy prinsip deb qaralgan mush masalalar chetlash yuz bermasmi? Bosh fikrliklarga qarshi fikrda bo'lish, ya qarshi fikr bo'lmasdan, yoki ularni xatoga chiqarib etmasdan, yoki ularni gunohkor qilib etmasdan, har xil bo'lib, turlik bo'lib, birlikda hamkorlik uchun xizmat qilish imkoniyati bormi? Asos shart nima esa, islom prinsiplaridan va siyosiy prinsiplar chetlash avval yuz bermasa, u vaqtda hech kimni bir butun xatoga chiqarib o'tmaydi. Bir butun uni ozg'unga chiqarib o'tmaydi. Bir butun gunohga chiqarib o'tishi xato, yoki bir butun qarshi turish xato. Demak, bu asosli prinsipdan chetlash ahvoli yuz bermasdan, turlik bo'lib, har xil bo'lib, birlikda hamkorlik ichida va bir-birini qo'llagan yoki bir-birini to'liqlagan asosda xizmat qilish yoki harakat qilish imkoniyati bormi? Chunki siyosiy prinsip o'rtoqlik bo'ldi ekan, turlik bo'lib harakat qilish chatoq chiqmaydi. Chunki bu yerda ana ramka, ana xarita asosliq bu yerda arkan deb ataladigan bizning atalg'imizda yoki usul deb ataladigan yoki asosli qoida deb atalgan bu narsa kontrol qilganlik uchun u vaqtda har xil tashkilot qurilsa-mi yoki har xil aqimlar paydo bo'lsa, u chatoq chiqmaydi. Prinsip birligi bo'lsin. Har xil aqim bo'lsin yoki har xil yo'l tutgan bo'lsa-mi, sirotal mustaqimdan chetlash ahvoli yuz bermasdan,
hamkorlashishning yo'li echilandiz esin. Moslashishning yo'li echilandiz esin. Demak, sırat-ı mustaqimdan chetladi, qalbimizda illat shakllandi, qo'limizda illat shakllandi, tilimiz illat shakllandi. U vaqtda hamkorlashish, moslashish, birlashish degan gap vaqt tasdiq to'xtaydi. Shu sırat-ı mustaqimni qo'g'day olsak, qalbimiz pok bo'ladi, tilimiz pok bo'ladi, qo'limiz pok bo'ladi, boshqa a'zolarimiz pok bo'ladi. Hamkorlashishning asosi. Bizni bog'lab turadigan, tutib turadigan birinchi narsa prinsipcha asilish bo'lishi lozim. İkinci amil siyasi hareketinin taqazzası var qilish hamkorlash uchun. Bu shar'iy fanlarning ichida, yoki shar'iy bilimlarning ichida fatvo zamonning o'zgarishi qarab hukmlar o'zgardi. Hech kimning buni inkor qilish huquqi bo'lmaydi deydigan mashhur bir qoida. Fatvo masalasida zaman o'zgarganlik sababidan shar'iy hukmlarning ahvol qarta o'zgarishini cheklashga ya inkor qilish bo'lmaydi deydigan bir qoida. Shuningdek siyosiy harakatdami keskin hujjat kelmagan bo'lsa dinimizda yoki prinsipal masala deb qaralmagan masalalar bo'lsa, uningdan boshqa masalalarda, ya'ni shariatda dalil kelmabdi aniq keskinligiga yoki prinsipal masala deb qaralmabdi. Uningdan boshqa masalalar, masalan, harakatning taqazzasi, vositalari, usul choralari, taktikalarda o'zgarish bo'lamdi bo'ldi. Chunki siyosiy harakatning taqazzasi davomli o'zgarishni, davomli yangilik yaratishni taqazzo bo'ldi. Faqat o'zgarmaydi deb ching turgan emas, shariat keskin hujjat kelgan bo'lsa o'zgarmaydi, yoki siyosiy prinsipda millat birlikka kelgan narsa bo'lsa, u o'zgarmaydi. Şu bu sebepten zaman, makan, şarait ve şahsiler sebebinden özgürlüğü kabul kıldıgan, ya ki her xil izahlaşını kabul kıldıgan, ya ki her xil düşünceli oluşunu kabul kıldıgan bundan bir meseleni biz tokunuşunun yolu ve düşmanlışının bağınız kılıva sakınmayız. Ben zaman sebebinden siyasi fikir özgürdü, makan sebebinden özgürdü, şarait sebebinden özgürdü, imkaniyet sebebinden özgürüşü mümkün. Demek bu mesele şeriat keskin hüccet kemmese, birinci şart. Ama siyasi prensipte belgelenirken mesele olmasa, her xil düşünceler, her xil tasavvurlu oturup koyarsa, bunu öz ara tokunuşuna, öz ara rekabetleşten, düşmanleştiğine bağınısıga, o sebebine, ya vasıga aylandırırsak bulmayın. Fatva meselesi qaysak, fatvamı zaman, makan, şarait, örf-adet sebebden, şəxsdən şəxsga, şəhərdən şəhər qarta özgürüşünü qəbul qılğan bir qayda. Şuningdek, siyasi qaraşlarmı siyasi prinsipdən çetləməyən əsasda siyasi mənfəətini közləsə, yoki siyasi mənfəət yüzündən özgürüşünü qəbul qilsa bo'lamisi bo'ladi. Ham qəbul qilib, bu siyosat taqazzasi. Şuna bir davlat qarindoshlar, qaysi davlat bo'lsin, shu davlatningki imkoniyati qarta, shu davlatdagi qonuniy imkoniyat qarta kuchining yetishicha harakat qilgan bo'lsa, boshqa bir davlat qarindoshlar cho'ngroq ish qila olgan bo'lsa, uyadba imkoniyat erkinlikdan ko'proq faoliyat qila olgan bo'lsa, boshqa davlat qarindoshlari bu bizga o'xshash ish qilmagan ish qilmadi bu. Bakoyatdi bu. Yoki olmagan bo'lsa bizga o'xshash keskin maydon tu'midi deb boshqalarni o'ziga o'xshash qiyos qilib bu siyosiy jihatdan xatolik hisoblanadi. Yoki siyosatning taqozosi uyg'un kelmaydi. Chunki siyosat deganimiz imkoniyat qarta harakat qilish degan gap. Chunki bir davlatda bor imkoniyat ikkinchi bir davlatda bo'lmasligi mumkin. Bir davlat yaratilgan sharoit ikkinchi davlatda yaratilmagan bo'lishi mumkin. Buni obdan diqqat qilish tegishli bir masala. Xo'sh. Uchinchi qoida hamkorlikka asoslangan talash tartish qilsak qilayli, ammo iymon qarindoshligimizga ta'sir yetkazmaydi. Talash tartish qilish to'g'ri kelsa yoki munozir qilish to'g'ri kelsa, adab axloq ichida qarindoshlik ro'yishi talash tartish qilaydi. Munozir qilaydi, qilsak bu.
tanqid qilish to'g'ri kelsa, shaxsni emas yoki bir jamiyatni emas, shu yerda yuz bergan bir xatolikni tanqid qilaylik. Shaxsni tanqid qilmayli, jamiyatni yoki tashkilot tanqid qilmayli, ammo yuz bergan qilmishni yo xato tanqid qilsak bo'ladi. Chunki bu amr ma'ruf nahy munkarning qatorida bir ish. Ammo ba'zi masalalarda ba'zi sabablar tufaylidan o'rtaq bir fikr kelinmagan bo'lsa, o'rtaq bir chiqish nuqtasi topgan qadar her birimiz o'zimizdan fikrda qolib tursak bo'ladi. Chunki bu prinsipal masala emas. Prinsipal masalada o'rtaq yer kirish, o'rtaq nuqtaga kirish intayin muhim. Ammo prinsipal masala bo'lmay qolib qolsa, uni da o'rtaq yer kelgan qadar her birimiz o'zimizdan ko'z qarshi saqlab qolsak bo'ladi. Lekin qarindoshligimizni bir talash-tortish sababidan yoki bir tarmoq bir masala sababidan yoki bir siyosiy pozitsiya sababidan buzish bu shariatning ro'yiga ham siyosiy harakatning ro'yiga qat'iy uyg'un kelmaydi. Masalan, salaf solihlarning hayotiga qarasak, ular talash-tortish qilgan nechilgan masalalar. Hatto ba'zi urushib qolgan ahvollar yuz bergan insonchilik yuz berdi, chunki inson. Lekin ular o'zaro qabulashib qolgan deydi, yoki masalalar talash-tortish qilgan deydi. Shunda bo'lishga qaramay, ammo dushmanga kelgan chaqda safni bir qilgan. Bir qo'lga, bir kuchga aylangan. O'zicha talash-tortish bo'lgan, munozirlar bo'lgan, hatto ba'zi qabulash bo'lgan. Lekin dushman kelgan vaqtida bir qo'l, bir nishon, bir g'oyaga qadam bosgan. Yoki shu yo'lni tutib mangan. Ular talash-tortish qilgan bo'lsa-mu, ba'zi qabulashib qolgan bo'lsa-mu, bir-birining guvohligini qilgan. Bir-biridan ilm, ma'rifat o'rgangan talash-tortish qilib turib, bir-biriga qiz berishgan va qiz erishgan. Talash-tortish sababidan tanishib qoldik deblar munosabatini uzib etmagan, yo chapinni ko'ydirib etmagan, yo qog'ozni ko'ydirib etmagan ba'zilarning tanqisi bo'yicha. Yoki bir-birisining izzat obro'yiga chaqilmagan. Biz bu mushunday o'rganalisak, salaf solihlarimizdan yosh kishilarni o'rganalisak, bu bizningki talash-tortishlarimiz iymon qarindoshligimizga va milliy qarindoshligimizga ta'sir yetkazmaydi. Xo'sh. To'rtinchi omil hamkorlashish yoki moslashish bergan to'rtinchi omil tarmoq masalani prinsip dalsi ko'tarib olmaslik lozim. O'zaro moslashib harakat qilishning eng yaxshi usuli o'zaro moslashib harakat qilishning eng yaxshi usuli prinsip asosida harakat qilish. Birinchi prinsip belgilash lozim. İkincisi ijtihodiy masalani yoki har xil ko'z qarash qabul qilgan masala prinsip darsiga yo prinsip maqomiga ko'tarib olmaslik lozim. Uchinchisi buning ichidagi fikrimiz birdek chiqmagan bo'lsa ba'zilar bilan talash-tortish masalalarda yo tarmoq masalalarda ularga dushman sifatida muomala qilmaslik lozim. Chunki ijtihodiy masalada yoki tarmoq masalada turli ko'z qarash bo'lish bu iymonga taqishilgan ish emas yoki vatanparvarlik taqishilgan bir ish emas. Shu yerda bir masala bilan kelishamizdeklar, uning iymoniga hukm chiqaradigan yoki uning vatanparvarlik shart qiladigan bu ishni qilsak biz to'g'ri qilgan bo'lmaymiz. Hamkorlashning oxirgi chorasi millatning kuchini ifratmaslikka tirishmoy. O'zaro moslashib harakat qilish uchun har birimiz mijozimiz pat-pat tanishib turishga to'g'ri keladi. Bu tiyublarda ba'zi issiq sovuq bo'lib qolgandek, ba'zi jiddilashib qolsak, sen ig'ir bas qilishga degandek mijozimizni o'zaro aqidamiz qarta, axloqimiz qarta bir tanishib turishga to'g'ri keladi. Bir-birimiz haqida gaplaygancha tilimizni bir yugallashga yo tilimizni ega olishga to'g'ri keladi. Xo'sh. Bir-birimizga musulmon bo'lish sifatimiz bilan qalbimizni keng tutishga, qalbimizni sop tutishga to'g'ri keladi. Boshqalar haqida aniq dalil isbotimiz yomon gumon qilmasdan, balki yaxshi o'yda bo'lish to'g'ri keladi. Bu musulmonlikning taqozosi. Chunki tarmoq ishlardagi yoki vosita xarakterlik bir masala haqida talash-tortish qilaversak, hozirga o'xshab, bu bizning ko'p kuchimizni ufurtib o'tadi. Ishga to'qinish paydo qiladi. Ko'rash yo'limizni oslashtirib o'tadi. Hem adavetni yetkicha taqimni ulg'aytadi. Shu bu yerda prinsipal masala bo'lmasa, millatning kuchini ayab qoldi.
millatning aqlini ayab qoldi, millatning imkoniyatini ayab qoldi. Ağzımga gap keldi deb, ya yazdım deb da'vagan bilan bu bizning qilayotgan ishimiz millatga qanchalik foyda keladi, musulmonligimiz qanchalik foyda keladi, bizning ko'rash erkinligimiz, adolat ko'rishimiz qanchalik foyda keladi, insonligimiz qanchalik foyda, buni o'ylashib ish qilaylik. Agar bizningki o'ttirga chiqqan nazariyalarimiz, ko'z qarashlarimiz bir tarmoq bir masala bo'lish e'tiborli, foyda kelmaydigan bo'lsa, uni qo'yib turaylik. Cho'ng bir masala taqshiradigan bo'lsa, so'qash turmaydi. Şun ahirde bir yerde her bir karındaş özemdat deydiğanim, hakikat hidayetini kollaydıgan bu yönlüş qarapmayın. Kimden çıksan hakikat hidayet onu kollaydıgan. Millet menfaatini, şahs menfaatini, ya teşkilat menfaatini âlâ bildiğan bu xil ruh yüzüneyin. Pak kelip şekillendirişke, anlık akıllık iyi oluşka ve güzel ahlakla zinnetleşke qarapmayın. Muş 5 amilga dikkat kılarsak, bu hemkarlaşış, yani masliş yolları açılır dep qarayım. Köpten köp rahmet, hakikaten güzel içip verildi. Hem şu vaktimiz mi toşup kaldı hazır. Ahırda şu hemkarlaşıp hareket kılışqa to'salg'i bo'layotgan. Albatta bunun cevabını yuqorida siz söylep o'tgan narsalarniki qilish kerak deganda qilmagandilar hareket kılışqa to'salg'i bo'layotgan narsalarning umumiy narsasi shu hamda. Lekin biraz bo'lsin bir so'zlab o'tiblam tugatsak programmani. Maslash hareket qilish to'salg'i bo'layotgan omillarni berish bo'lmi intayin. Chunki biz masalani bilmasak, ya'ni qiyinchilikni, mushkulni bilmasak, uni hal qilish sharti topolmaymiz. Maslash hareket qilish to'salg'i bo'layotgan birinchi omil bilimsizlik. Belki ba'zan xafa bo'lish mumkin. Biz maktab bitirdik deyish mumkin, diplom oldik deyish mumkin, kitob o'qiy olamiz va boshqa ba'an deyish mumkin. Yani bir yer bilimsizlikten maksat dinning asosli prinsiplarini bilmaslik. Yani bir Müslümanın özü e'tiqod qilayotgan dinning aqidasini joyida bilmasligi, yani aqidaning asoslarini, tarmoqlari tutulsin. Shariatning asoslarini bilmasligi, bu o'zi e'tiqod qilayotgan dinning ruhini, maqsadlarini bilmasligi, bu dinning adab, axloq ko'rsatmalarini bilmasligi, islom nazarida o insonning bir jahil inson ekanligi, bilimsiz inson ekanligi yetir. Bu bilimsizlik hesaplanır. İkinci birisi başkalarının ideallerinin təsirleniş. Yani hemkarlık to'salg'ilayotgan omil başkalarının ideallerinin təsirleniş. Yani milli ideya emas, yoki o'ziniki qimmat qarashidan kelib chiqqan ideya emas, başkalarının ideyasi təsirleniş. Mesela xalqimiz uzun zamandan beri mendan tortib Xitoy kommunistlarining maktablarida o'qidi. Elbette bu maktabda o'qigan qarindoshlarniki bir qismi Xitoylarniki bizning aqidamiz qarta, dunyo qarshimiz qarta ve ahlakımız qarta Xitoylarning zararlardan yoki buzuq ideyalardan ta'sirlangan bo'lish imkoniyati bormi sizmi? Reallikmi reallik chunki yozilgan kitoblar, materiallarning ba'zisini isbotlab turibdi. Shuningdek yana bir qism qarindoshlarimiz g'arb dunyosida islomga maqsad holat qarshi yozilgan denormal falsafalardan ta'sirlangan ahvollar bormi sizmi? Bu yer biz qarsak o'zimizning qimmat qarashimiz var, kimligimiz var, karakterimiz var, bir millet. Medeniyetimiz var millet. Mayan qarsak Xitoylarninki kommunist ideyasi bir tarafda sığıp keraklik, yani bir taraf qarsak ozg'in ba'zi qarindoshlarımizda islomga maqsadli, g'arazli holat yozgan falsafalar ta'sirlangan undaq barmoqsanigidek ba'zilar yo'q emas bu. Demek bir yerde biz o'zimizning qimmat qarash kimligi zid kelayotgan bir taraf Xitoyning, yani bir tarafdagi boshqalarninki bu ideyası bu millette ideya to'g'ri shakllantirdiğimiz shakllandir. Reallik bu, reallik bunu hech kim inkor qilolmaydi. Mana mush ideya to'qilishi o'zaro bizdan moslashib, hamkorlashib, harakat qilishimizga to'salg'i bo'layotgan omillarning biri. Shuning bunga diqqat qilish lozim. Üçüncü omil to'salg'i bo'lgan omillarning uchinchisi nafsiy xohishga birlash. Bu siyoset babından to'xtay, boshqa doiraga kirmay. Siyoset doirasida to'xtalsak nafsiy xohish nuqtasida ba'zilar nafsiy xohish uchun tashkilot qurib olishi mumkin. Fakat qo'ng'iz kelib qilib bilan qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki bugun bir odam bilan, ikki odam bilan, chiqib bunday ahvollar. Ba'zi o'zini azroq bilmem bir o'zimning kimligimni to'ntib qo'yay deyishi mumkin. Yani ba'zilar bir pul tepish uchun bir tashkilot qurib deyishi mumkin. Bunday ahvollarmi jiq? Asli millatninki, bu dinning, bu millatning, bu vatanning g'amini yeyishdan bakrak pul tepishni vasita qilib olgan ba'zi bir tashkilotlarmi yo'q emas bor. Buni ham hech kim inkor qilolmaydi. Uni qalbiga kirmaymiz, ammo reallik bu reallik. Chunki odamlarning salohiyat,
ideya, fikir meselesi bunu ko'z bilan qo'ydi. Xo'sh. Yani ba'zi bir tashkilotlar borki, amaliy xizmat qilayotgan, vatanning mustaqilligi, millatning mustaqilligi va e'tiqodimiz, hurligimiz, adolatimiz uchun kurash qilayotgan, amaliy xizmat qilayotgan bu tashkilotlarning yo'lida putlash uchun, bular to'salg'i paydo qilish uchun, bular mangdan putlik qachon uchun qurilgan yoki Xitoy istixboroti tarafidan yoki g'oltinlar tarafidan qurildirilgan bu xil tashkilotlarmi yo'q emas. Buni ham nafsi xohishiga tava qilmishlar. Dördüncü birisi bu to'saqlarimiz oshqulluq. Bu oshqulluq degan nima esa, oshqulluqdan maqsad dinning maqsadlari va ko'rsatmalarini tushunmaslik. Bilaman deyish mumkin. Biz sizning kitobini o'qib olgan, to'g'ri yozilgan yoki xato yozilgan deydi. Yoki biz sizning bir gapni anglab olgan, shuni bilan din deb tushunamiz. Aslida dinning ko'rsatmasi nima, maqsadlari buni tushunmaydi oshqulluqda. Şeriatdan kang yo'li bo'lgan bo'lsa, ruxsat bergan darsi o'zga bir taraytib olgan, qarindoshlarimiz jamiyatga taraytib olgan. Boshqalarga shariatning prinsiplari va axloqiga uyg'un bir musulmon sutini muomala qilmay, Xitoydan eg'ir darajada, Xitoydanmi yomon darajada muomala qilayotgan bu xil ahvollarni buni oshqulluq deymiz. Yoki boshqalarni dalilsiz, pokitsiz, kofirga chiqarib o'tadigan bu qilmishlar bu oshqulluqning ifodalari. Bu haqda keyinchi biz belki pat yaqında to'xtalishimiz mumkin. Buna oddiy bir misolni olib aytgan vaqtida yaqinda yuz bergan bir misol. Ba'zilar deydiki, emide bir ayda mutawatir darajada rivoyat qilingan bir masalada. Uning misollarimiz shu bir misolni olsak. Sen Xitoy qarshi turaman deb butun g'aming shuni bilan ketdi. Sen millatchi bo'lib ketdi. Bu millatchilik islom bilan bizden aqlimiz uygun gibi unda olgansa sen tövbe qilishing lazım. Dindan murtad bo'lding, yonding deydigan bu xil oshqun illat maraz va Xitoy virusimi eg'ir bu maraz kelsan, bir qism nadan insonlarda oramizda bir qism oshqunlar mavjud. Bu rivoyat mashhur bir rivoyat. Bir misolni oldik buni. Mana bu hamkorlik to'salg'ilayotgan eng eg'ir illatlarning birisi oshqullik. Buning ta'sirisi var, İslamning ziddiga suv uzadigan, İslamning ziddiga xizmat qiladigan, millatning qimmat qarshini e'tiborini tushirish o'rindigan yoki millatni e'tiqodni yondirish o'rindigan ta'sir oshqullik bor. Bu vaqtda to'xtalamiz bu 4 omil. Ham 5-chi oxir qonunga qarasak, talash tortish qilish qaysi bilmaslik. Bu hamkorlik to'salg'ilayotgan omillarimiz. Biz o'tgan haftalarda talash tortish qilish haqida to'xtaldik. Bu talash tortish qilish qoidasini bilish bu bek muhim. Ya'ni nerede talash tortish qilamiz, qaysi nuqta talash tortish qilsak bo'lmaydi, buni bilish lozim musulmon bo'lishimizda. Ya'ni talash tortish qilsak bo'ladigan doira va bo'lmasak, ya qilsak bo'lmaydigan doira va shuningdek bu siyosiy hayotdimi, siyosiy kurash hayotimizda siyasetde mustahkam turgan siyasi prinsip var. Bunu talash tortish qilsak, o'zimiz, chatnaymiz, o'z ara so'qishib, bayram bo'lib turganmiz. Ama bir yerde o'zgarib turadigan, o'zgarishni qabul qiladigan, taraqqiy qilish qabul qilgan nuqtalar var. Bunu bilsek, asas prinsip nuqtada yo'limizni to'g'ri olib ketamiz. Bu qoidani bilsek, bu to'salg'ilarni bilgan bo'lamiz, ham diqqat qila olamiz yo'limiz. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nəhayət ixcham bir şəkildə xülasləyan boldunuz. Rahmet etimiz inşallah aldığımız gəbdə Rabbim ömrəsi görüşəmiz. Rahmet sizə. Qadirli görmənlərimiz, şuna qılıb 63-cü saniyimiz İslam və Biz programımızdan şəhədə axırlaşıdır. Anlap ötdük qadirli qeyrindaşlar. Bu nidarimiz əlbəttə hər bir xalqımız və şundaqla millətlə rəhbərləri buluş salahiyyəti turvatqan, yol başçıları buluş salahiyyəti turvatqan, bu milletinin davasını qılıvatqan teşkilat məsulləri hər qaysı dünyanın hər qaysı şeylərdir ki, həmməsiga umumi şəkildə şulağı nida qılındı əlbəttə hər birimizdən başlab. Rabbim inşallah şu İslamның nuru astıda dinimizin görsətməsi bu işçilimiz dikəmiz nurğun işlərimizdə nurğunluğun qolaylıqlarga, nurğunluğun yardımlarga erişimiz əməliyyatda. Biz qancha yiraqlıgan siri, qancha chatnigan siri to'g'ri yo'ldan shuncha ko'zlagan nishonimizga yiroqlashadigan gap. U nishonimiz bizdan borgan siri yiroqlashmagan gap. Hushyor bo'lishimiz kerak. Bugunmi xabarimizni kashf beramiz inshaalloh. Har tashkilot degan, har o'zini millatning
xizmatini qilyapman deganlarga aldirab ishonmaslik kerak deb qarayman. Xitoy qanchalik suiqasdlarni ishlatyotganligi, hatto shu Xitoyning yaqinda tutilgan Afg'onistonda 10 josusining 8i shu bizga o'xshash so'zlaydigan, bizning tilimizda so'zlaydigan atalmış ismi Uyg'ur bo'lgan shularningga chiqqanligini xabarni berdik degan. Ana shunday gap yani. Albatta bir düşmanimiz dünyanın her qaysi joylarida sapni buzish uchun, qilinayotgan davoni buzish uchun har xil ismlar bilan bizga o'xshash so'zlaydiganlarni ishlatishi kerak. Bo'lmasa boshqa qip-qizil oldimizda biz noyati tunuydigan Xitoydan kelib qo'ysa, hech kim uning keyindan mangmaydi. Bundan ro'shan bilimiz, sezgurlik kerak har birimizga. Ularning butun tegitakini bilishimiz kerak. Bizga yo'lboshchi bo'layotganlarniki shundaq shaklda diqqat qilgan vaqtimizda bu da'voning ichiga kirib oldigan, kirmoqchi bo'lgan nurg'un shum bo'ylarga vaqtida zarb berib ularni yaqin yo'latmag'ili o'zimizning dag'dam yo'lda alg'a ilgirlab mang'ili bo'ldi deb qaraymiz. Rabbim inshaalloh bu yomon niyatlarningki, bu suiqasdlarning hech biriga uchratmasdan, uchursak ham bundan g'alaba qilgan shaklda oxirgi nishonimizga yetkazishga muyassar qilsin. Rabbim ömür verse aldığımız kâhda o'xshash saatda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.